Uzun marketda yig'lab endi ish boshlayotgan odamni kuzatib bormoqchimisiz? Marhamat, kelinglar dardlashamiz. Ozgina o'zimni tanishtirsam, ismim Maftuna, yoshim 27 da. Oilaliman, 4 yoshli va 1 yoshli farzandlarim bor. Har kuni erim va qizimni ishga, bog'chaga kuzatgandan keyin o'g'lim Muhammad Ali bilan o'zimiz band qilgan ish dunyoyimizga sho'ng'ib ketamiz. 2 yil oldin Milliy universitetni fizika fakultetini tamomlaganman va shundan buyon dekret ta'tilidaman. Uyda tinch o'tirarmidim? Albatta yo'q. Yangi sohalarni o'rganishni, ularni kashf qilishni va amalda foydalanib ko'rishni juda ham yaxshi ko'raman. Aynan onlayn faoliyatni ham Xitoy va Turkiya kurslarini o'rganishdan boshlaganman va mana oradan 3 yil o'tibdiki, hali hech ham bu sohani tashlaganim yo'q. Mingdan oshiq ayol qizlarga dars berdim, o'zim tovarlar zakaz qildim va o'zimning kichik biznesimni ham yo'lga qo'yib olganman hozirgi kunda. O'zim haqimda juda ham ko'p ma'lumotlarni profilimda qoldirganman. Bemalol kirib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Aktualniy papkalarda o'zim haqimda, oilam haqida ham juda ham ko'p ma'lumotlarim bor. Hozirda Mafira Store magazinini yuritaman va bolajonlar uchun, kattalar uchun ham, uy uchun ham har xil narsalarni xarid qilishingiz mumkin. Va nihoyat endi men ham uzun marketga kirishga qaror qildim va bu uchun harakatni allaqachon boshlaganman. Ma'lumot o'rnida ikkinchi farzandimdan keyin sog'lom ovqatlanishga jiddiy kirishganman va ko'pincha yonimda shunaqa yeguliklarimni olib olaman. 1 yilda 25 kiloni ham yo'qotganimni hali aytib beraman keyingi videolarda. Uzun marketga kirish uchun qonuniy hujjatlaringiz tayyor bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki MTJ bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Tabriklasangiz bo'ladi. Men ham endi rasman yakka tartibdagi tadbirkorman. Bu hujjat ishlari va bankdagi ishlarni 2-3 kunda to'g'rilab oldim va endi zudlik bilan uyga qaytamiz. Uyda esa uy ishlari kutyapti. Allohga tavakkal qilib bu yo'nalishni boshladim va ish jarayonlarimni blogimda esdalik uchun saqlab bormoqchiman. Profilimga obuna bo'lib, bitta yaxshi gap yozib ketsangiz xursand bo'laman.